Captiva benzin asosini ishlankasini chiqarish. Hop, plastmasani ushlanadi-da. Torttirib baqirib. O'zini tortamiz. Sal a'roqqa tortibroq. Buni tortsa chiqadi. Ishlankani yetarib turib, qaytarib uni yetarib bosilar keyin. Bosilaveradi. Bossa, keyin tortsa chiqib kela baqirib. Bo'laveradi. Ishtakilar chiqarib oldik. Tomoniga, datchiga chiqarib olamiz odammasini ichib. Temirlarni chiqarib oldik, ikkinchisini chiqarib tomonga shlanka o'tgan bo'ladi. Buni sug'ursak. Xo'sh, bismillah. Chiqarib shlanka kirgan bo'ladi mana. Plastmasi bu, plastmas bosish kerak mana. Bosamdan. Bosiladi-da, ikki tomoniga ham bu. Tomoniga ham, tomoniga ikki tomonni ikki barmoq bilan bosib chiqaramiz. Chiqdi, orqaga yetasam chiqib ketdi. Shunga chiqib ketdi. Strilkasi bu mitkasi uchun. Buni strilkasi, mana buni strilkasi mana, strilkasi bu. Bu datchikning o'ziga ham strilka bor. Mana datchikning o'ziga ham strilka to'g'ri keladi bu. Mitkasi shu bu. Obязательно chiqarib olgandan keyin salligini olib, astagina attib, o'rnini ham qumni astagina bakka tushirmay, astagina tozalash kerak. Sallikni attib qo'yish kerak, ishib ketmay. Bo'lgan bo'lishi mumkin, hozir ochib ko'ramiz. Hop. Shu datchiklarga shu mana. Mana chiqarib olgan ishlankamiz bu. Datchiga ikkita quloqchasi bor. Ikkita quloqchani yetarib tortamiz, va chiqdi. Mana chiqarib olamiz. Datchikda simchasi bor, mana. Datchik simchasidan chiqarib olamiz. Tagi plasma temirchasi bor, yetarsa chiqadi mana. Yetarsa chiqadi. Mana. Bu ham xuddi shunday temirchasi bor. Yetarib chiqdi. Qo'l bilan tortib, atriklarni ko'tarib turibman. Barmoq bilan bularni ko'tarib olaman, ocha olaman. To'rtta quloqdan ko'tarib olaman. İçini göster bana, içini. İçini göster bana. İçini açar yere hammamız bu. Pampers quloqlar ko'tarib chiqara olamiz. Uchta quloqlar, chiqaramiz buni. İçidan tutamiz. Benzin asosi degan so'ramiz. İşte boshani chiqaramiz. Benzin asosi o'zini so'ramiz. Atustayni edi. Shular musorni chiqarib qo'yish uchun. Benzin asosi orqaga yetaveramiz. Chag'ali. Mana tejichan yopib turamizda. Benzin asosi o'rnidan benzin chiqadi. Uni yopib turib, bu tomondan puflaymiz. Tovardan ichiga. Hamma benzinni chiqarib qo'yadi, musul chiqarib qo'yadi. Yana qaytarib benzinlar yog'lab yig'ib qo'yamiz.